Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Yana sizlar bilan o'sha hamma tanib bilgan Dima Minecraft. Xo'p, bugun biz o'rtog'im bilan shuda vijivayni qilamiz. 10 kun yashab qolamiz. Sizlar e'tibor uchun sanab turishingizni so'rab qolaman. Pastga baqa chiq. Chiq. Mana Toshpo'lat. Tanishib oling, mana bu Toshpo'lat. Sandan men haqimda nima gaplar bor? Gap yo'q. Ketdik bo'lmasa. Bo'lmasam, balki sandig'imda qilichlar bor. O'qota olsak, qilich bilan kirga olib, sen kiyib ol. Sen o'zingcha o'qota ol, keyin biz ketdik. Hozir biz olmos qazishga boramiz. Hozir bitta olmosimiz kam. Bu meni xonam, pastda esa Toshpo'lat xonasi. Mana bu Toshpo'lat xonasida biz ketdik. Bizning uyimiz tog'ning ustida. Xo'p. Buni bo'lgani bilan hozir biz borib qazish ishlarini olib boramiz. Toshpo'lat kelyapsanmi? Ha, hozir yo'ldan. Xo'p, ketamiz, boramiz. Iyavla Toshpo'lat, esan chiqibdi-yu. Nima? Bolta olishimiz, tapor. Sen olib kel. Hozir olib kelaman, Toshpo'lat. Uyda ishini ochiq qilib kelibsan, Toshpo'lat. Toshpo'lat. Ho. Hozir men tapor olib boraman. Balkilar bizda olmos ko'payganmi? Nima qaramadingsan-da, Toshpo'lat? Qarash esimdan chiqib qoldi. Toshpo'lat, sana bir chatoq bola tushdingda. Bo'lmasa endi nima qilamiz? Xo'p, biz bo'lmasam nima qilsak bo'ladi? Bizda hamma narsa bor va Toshpo'latni men uyimda chiroyli remont bo'lgan, Toshpo'latni xonasi remont bo'lgan. Toshpo'lat xonasini remont qilamiz bo'lmasam. Xo'p, qani unda. Bu birinchi qism. Yo'qqa kel mol. Toshpo'lat molni o'ldirma. Qo'yni ham o'ldirma, ikkalasidan bizga kerak bo'ladi. Chorvalar uchun. Keldi Toshpo'lat, seni uyingni remont qilamiz. Yur, Toshpo'lat. Toshpo'lat yur ketdi. Nima ham bor o'zi? Yur ketdi Toshpo'lat. Eshikni bekitib chiqib yana. Dahlar chopib, seni uyini remont qilamiz. Tushundingmi Toshpo'lat? Yiqilib o'laydi nima? Yana jonim ketdi. Bunda qani yana oldinga qarata yugura boshlaymiz. Toshpo'lat qisha topasa zo'r bo'lardi. Xo'p, demak, qadrli obunachilar, bo'lmasam hozir biz Toshpo'latni uyida remont qilmaymiz. Ya'ni qishloq qidirishga yo'lga chiqamiz. Bo'laveradimi obunachilar? Yo'lga chiqishimizdan oldin bir dona like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Yo'lga chiqamiz biz. Toshpo'lat yur ketdi uyga. Qayerda bor narsa olaylik, boramiz. Tushundingmi Toshpo'lat? Boramiz, Toshpo'lat. Tayyor KFC. Sen KFC'ga keladimi Toshpo'lat? Mana sen KFC qilib beraman o'zim. Ajoyib mol. Toshpo'lat, hozir biz narsa yasab olishimiz kerak. Hammasiga yasab olamiz. Hop. Toshpo'lat, biz tepaga chiqa olmaymiz ekan. Bunda bo'lagan edim. Menda KFC bor. Hop. Toshpo'lat. Balki yo'lga chiqishimiz kerak. Sen yerda KFC qilib beraman o'zim. Sana do'sting senga KFC qilib beryapti. Qadrli narsalarni olamiz. Olmosdan nechta kerak bo'ladi? Ovqat, qalmoqlar, menga tufli bilan boshim qopti. Bularni olamiz. Olmos blok bir dona yetadi. Go'sht oldik, pat bizga kerak emas, tashlab yuboramiz hozir chetda. Blok kerak bo'ladi, yana nimalarimiz bor? Kiyim kiygizamiz. Hozir biz yana kiyim yasa olamiz. Hozir esa biz mana shu yerda biz boshlaymiz. Demoqchi edim, lekin sandig'imizda bor. Olmos. Buni veristakda olmos qila olamiz.
Endi esa menga bu va bu kerak edi. Bo'ldi. Endi esa biz to'liq kiyindik. Hop, qarang Toshpo'lat. Ho. Men hammasini oldim, sen KFC olishdan chiqibdi, KFC'ni olib ketamiz. Bo'ldi, KFC'ni olib endi ketdik. Hozir men ozgina ko'mir qazib olay. Ya, bu ham obunachilar chaqolni oldima yuguradi mana ular edim, go'shim oz qolgan ekan. Bo'lsa ochiydim, ochligini bilmadim. Toshpo'lat qayerdasan? Ko'mir qazyapman. Qayerda? Tan ko'rdim Toshpo'lat. Hop, obunachilar sizlar like obuna bosishdan to'xtamanglar. Agar shu oy 100 ta bo'lsak, hammalar bilan emas. Kommentariyada bitta odam tanlab o'shanga 60 ming tashlab beraman. Eng ko'p like ketgan kommentariyaga 60 ming tashlab beraman. Toshpo'lat, men senga qarmoq olib kelib qo'ydim. KFC'ni ham menda. Tepaga chiqaylik, olib beraman. Hozir ozgina ko'mir qazib olay. Ko'mir qazishga yordam berib olaymi? Nima qilasan ko'mirni Toshpo'lat? Kerak bo'lib qoladi. Shu gaping ham to'g'ri lekin. Do'stlar, bizning videomiz birinchi qismi shu paytda tugaydi. Mana shu g'ora kelgan paytimizda tugaydi va ikkinchi qism chiqishi uchun shu videoga 10 ta like qilib bersangiz bo'ldi.